Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan aviakassa va Surxon. Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga ketish aksiya bo'ldi-yu, nega O'zbekistondan Peterga kelish bu darajada qimmat? Aksiya yo'qmi deb so'rab yurgan podpischilarimiz uchun, aynan termizlik hamyurtlarimiz uchun Termizdan Sankt-Peterburgga kelish aprel oylari 12, 16, 19, 23, 26 hamda 30 aprel sanalariga 23 kilogramm bagaj, 8 kilogrammlik ruchnoylik tarifida 35 ming rubldan, bez bagaj faqat 8 kilogrammlik ruchnoylik tarifi esa 33 700 rubldan. Ushbu biletlarni xarid qilib olish uchun bemalol aviakassa Aviasurxonga quyidagi nomerlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Onlayn hamda offlayn tarzda sotib olishingiz mumkin. Shuningdek, kartada to'lovlar, pul o'tkazmasi so'mda hamda rublda to'lov qilishingiz ham mumkin.